Lichkamda bir xil savollar juda ham ko'payib ketibdi. Qanaqa savollar? Aka 5-6 oydan beri men уже barber bo'lib ishlayman, lekin qo'limdan kelmayapti qanaqadir. Qanaqadir Instagramdagidaqa chiqmayapti degan savollar borda. Unaqa Instagramdaqa chiqishiga qo'li ko'proq vaqt kerakda. Keyin yana o'zlari o'qigan barberlari, o'zlari o'qigan o'sha masterlari yomonlamay qo'yishyapti-da. Sizlar misol u yomon insonga borgan bo'lsalaring, u sizlarni ayblaring. U inson o'zi pulni ishlab bo'lgan. Sizlar faqat yaxshi insonni o'zingiz topmagansizlar. U o'zingizni ayblaring. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hamma inson boshida xato qilgan. Prosta o'zini ustida ishlash kerak. Dalish o'zining ustida ishlaylar, o'sha natija sizlarda ham bo'ladi. Keyin sizlarning natijalaringdagi insonlar ham sizlarni Instagramdan ko'rib turib, sizlarga yozadi shunaqa deb. Hammalaringga omad, hammalaringni qo'llaringdan bu narsalar keladi. Bam.